11-may sanasida bahor gilos atmen do'stlar. Royal Tioga mana ko'rsatib borgan gilosim to'liq yetildi. Qo'shmag'i yo'q, xudo xolasa o'rtacha 4%, 5%. Qattiqligi o'ta ham zo'r. Xudo xolasa kirsiladigan darajada qattiq. Xudo xolasa boq qilish tavsiya qilaman. Ertaki hududlarga 100% o'zini aytadi. Podvoy vishniyada birinchi yilda mana o'tgan yil ekilgan daraxt. Shu 10-15 ta mevasini qolganini yulib yuborganmiz. Xudo xolasa qattiqligi zo'r. Eng asosiysi qushmag'i yo'q. Bitta, ikkita, 100 tada. Bismillah. Qattiqligi zo'r. Eksport bop xudo xolasa. Faqat ertaki hududlarga bu. Kechki hudud, tog'oldi hududlarda sovuq olib qo'yapti gulini. Hosil nobud bo'lyapti. Ko'chatlardan kerak bo'lsa nomerlarimiz 97 040 23 21. Bizga aloqa qilib ko'rasizlar.